ota-onamga birinchi qavatdan yangi kvartira hadya qilaman deb yaxshi niyat qilib yurgan akalarimiz uchun bitta shunaqangi zo'r variantdagi xonadonimizni video obzorga yetib keldik. Hozir to'liqroq ma'lumotni video davomida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ushbu kvartiramiz yangi qurilgan 5 qavatli g'ishtli domimizni birinchi qavatda ota-onalarimiz uchun juda ham qulay variantdagi kvartira. Hozirda turgan joyimiz kvartiramizni prixoshka qismi. Xo'p, prixoshkadan kirib kelaverishda o'ng qo'limizda bo'lyapti. Birinchi kattalarimiz uchun ajratilgan yotoqxona qismi. Ko'rib turganingizdek, kvartiramiz pachka holatida yaxshigina chiroyli qilib remontlardan chiqarib qo'yganlar. Mana bu yer esa kvartiramizni mehmonxona qismi. Xo'p, mana shunaqangi chiroyli so'nggi dizaynda ta'mirdan chiqarib qo'yganlar. Alohida kartinkalariga baho beramiz. Bu tomonda bo'lyapti. Kvartiramizni sanuzul qismi joylashgan. Ko'rib turganingizdek, dapatalka kafellari terilgan, yaxshi kokoliti unitazlari o'rnatilgan, chiroyli qilib ta'mirdan chiqarib qo'yganlar. Va mana bu tomonda esa kvartiramizni oshxona qismi ajratilgan. Oshxonamiz ham yaxshi mebellardan remontdan chiqarib qo'yganlar. Hozirgi kundagi asosiy muammo bu gaz muammosi bo'lyapti. Ko'plab kvartiralarimizda bu kvartiramizda gazlari barchasi mavjud, hujjatlari notariusga tayyor holda turibdi. Xo'p, mana bu joy esa kvartiramizni 6 metrlik balkon qismi. Balkon qismini ham ko'rsangiz, qanaqa chiroyli pardalarda qandilarni ilib qo'yib, yaxshi remontdan chiqarib qo'yganlar. Asosiy qismga keldik. Kvartiramizni narxini 58 ming AQSh dollari so'rayapmiz. Xo'p, batafsil ma'lumot uchun quyidagi telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Kvadrat metrini aniq topgan birinchi ishtirokchiga kommentariyada Xudo xohlasa kartalariga 100 ming so'm pul mukofotini tashlab beramiz. Bu videoni yaqin o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.